Bunaqa yaxshi yengilliklar, qisqochlar, mana bunaqa mittivoylarni tug'ilgunicha ayniqsa dvaynyashkalarni men hech qachon ekranda ko'rsatmayman, sababi men oldimga keladigan qizlar bilasizlar, qizg'anaman, ko'z tegadi deb aytaman. O'shaning uchun har doim ehtiyotlab turaman, lekin bugun quvonchimiz judayam yuqori notada, потому что uzoq kutilgan ancha qiyinchiliklar bilan aktivno biza ham UZI-Dopplerlarni skrininglarni qilganmiz, ham полностью 9 oy назначениyani qilganmiz, dunyoga kelishdi. Tasavvur qilasizlarmi? Ota-ona uchun bu qanchalik baxt. Bitta o'g'il, bitta qiz. Bundan avvalgi ko'rsatgan natijamizda ikkita brilliantik duo qilib qo'yasizlar. Ular ham niyat qilganlaridek bitta qiz, bitta o'g'il bo'lsin va albatta onalarini bag'riga eson-omon kelib olishsin. Va qizlar, sizlar ham niyat qilinglar. Mashqxonada har doim aytaman, yaxshi niyat qilsanglar, Allohga tavakkal qilsanglar, albatta niyatinglarni amalga oshiradi. Hammasi qalbga bog'liq va